Assalomu alaykum hamqishloqlar. Shu qishlog'imizdagi ma'rifat bo'yicha o'ynadik. Eng avvalo yoshlarga kattadan katta rahmat. Keksalarimiz ham ro'za hayitlarida meni qo'llab turdi. Shuning uchun qishlog'imizga bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilsak, shunday yutuqlarni ko'piga erishamiz. Shuning uchun hammamiz o'zimizni bolalarga, farzandlarga o'rgatinglar. Bizni qishlog'imizda bitta o'zim bo'lib qolgan, bir-birimizni qo'llab, ahil bo'lib yashash. Shuni doim o'tkazaylik. Mana niyat qiluvdikki, qishlog'imizni 100% asfalt qilamiz deb. Ana shunga biz mana bugun erishdik shu narsaga. Bundan ham ziyoda narsalarga erishaylik. Doim sog' salomat bo'linglar. Mana bu qo'shaloq bayram bo'lyapti. Mana bugun Navro'z olam bayram bilan hamda yutuq bilan hammalaringni chin yurakdan tabriklayman. Uzoq umr ko'ringlar. Baxt sog'lik bo'linglar. Doim shunday bayram ustiga bayramlar bo'lsin. Sog' bo'ling hammalaring. Sadim bir chiroyli istaklaringizni ayting, qaniki marhamat. Avvalo assalomu alaykum qishloqdoshlar, hammalaringga katta rahmat. Ayniqsa yoshlarga kecha kunduz xizmat qildinglar, sizlarning xizmatlaring bo'yicha bu hammaga kattadan katta rahmat. Yana bitta iltimosim bor sizlarga. Xobir ukalar. Bir mahal bir minut eshitib olinglar-da sizlar. Otajonlar, hammalaring hozir mana marshurutlaring yakka tut bo'ladi. Nima deganda? O'zlaring hammangda telefon bor, boshqada bor. Yuqori qishloqqa chiqsanglar, uyqusini buzsanglar, birov telefonga kirib yo'natsa, shopir jo'ralar ertaga hammasi qatar nima to'laydi. Shuni o'ylangizlar. Yosh bolalar moshindan kallangni chiqarib ulumaysan. Muzika signal bo'lish mumkin, moshinadagi ozroq chiroyli qanaqa o'tkazinglar, dimoqchilik bilan o'tdimi, bu yoqqa ham dimoqchilik bo'lsin. Hammalaringdan iltimos. Tushundinglarmi yoshlar? Shopir ukalar, sizlaringiz bilasizlar. Birov yozsa, bitta gay hammangizda terib olib chiqadi. Shuni o'ylab ish qilingizlar. Qishloqdan borib, varsa mana yoqdan qaytingizlar. Uyga chiqmangizlar. Meni iltimosim shu sizlarga. Birov ham tegiramas.